Assalomu alaykum. Uy-joy xohishida yurgan aziz kuzatuvchilar, mana sizlarga xudo xolisa bugun ixcham bejirim xonadonimizni obzorini qilamiz. O'zingizlar kuzatib baho berasizlar. O'z yaqiningizlar bilan ulashib, bizni kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa mana shunaqa qilib puliga yarasha uy-joy qilaman deb yurgan odamlarga xudo xolisa inshaalloh uyli bo'lishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini Salim Po'latov ko'chasida joylashgan. Xonadonimiz raqamsiz ekan hozircha. 2 sotikdan iborat yer maydoni. Yer maydoni ichida 2 xona uyimiz ham bor. Oshxonaga beton ham quyilgan, sanuzelga betonlar quyib qo'yilgan. Xudo xolisa endi buni olgan odam o'zi bemalol sekin-sekin bitirib yashashi mumkin. Marhamat, o'zingizlar ko'rib baho berib kuzatishda davom etamiz. Xolasa aziz obunachilar, bu uyimizni boshlang'ich narxi $20.500. Buni oldingi obzorimizda qo'yib o'tganmiz. O'zingizlar e'tibor qilib ko'radigan bo'lsanglar, oldingi video o'sha YouTube kanalimizda bor. $27.000 qo'yganmiz. Hozir xudo xolisa mana men o'zim ham bunga ukam unaqa qilmagan. Xalqni ham o'ylab, o'zing ham shu pulga olarmiding deb o'zi bilan mana gaplashgan aqvonman. Xudo xolisa yana o'tib beradi sunnatiga. Yaxshi savdolashsanglar, inshaalloh olishinglar mumkin. Mana mahallamiz, ko'chalarimiz asfalt. Mana bu yerda 100 metr yursanglar, bu yoqda ham mahalla stadioni bor. Bu yoqda ham mahallamizda stadion bor. Hokimiyatimiz mana shu xonadonimizdan 1 kilometr shunday chiqsanglar, mahallaning boshida tuman O'rta-Chirchiq tuman hokimligi, prezident maktab, to'yxona, do'konlar, butun hamma sharoitlar bor. Vodoprovod kanali o'tgan. Mana bu yerda trubasi bor. Ulab olsangiz, hammasi yaxshi. Mana uyimizning fasad qismi taxminan oyog'im bilan o'lchadim, metrlar qadamlab 18 metr bor. Mana shu xomg'ishdan qurilgan uyimiz, shlaka blokdan qurilgan zaborimiz, mana ariqlarimiz juda ham chiroyli. Mana suv bor. Doimiy suv keladi. Darvozamiz qo'yilgan. Mana o'zingizlar ko'rib baho berasiz. Endi ahvoli shu. Endi chala bitgan xonadon. Kelsanglar, xudo xolisa kimdir sotib oladigan bo'lsa, chiroyli qilib remont qilib yashashi mumkin. Mana qo'shni bilan beton chegara qo'yilgan, kolodez kanalizatsiyasi bor, kovlangan, tayyor quduq qilib qo'yilgan. Oqava hamma suv tushadigan joylari bor. Mana oshxonamiz o'tirib ovqatlanadigan oshxonaga beton quyilgan. Bemalol ichiga kuxonniy naborlarni joylab, bemalol ovqatlanib, televizor ko'rib dam oladigan xona qilishingiz mumkin. Mana bu joyimiz sanuzel, tualetga mo'ljallangan. Mana kachalkamiz qoqilgan, suv chiqadi, vodoprovod o'tgan. Mana svetimiz shotchiy qo'yilgan, gaz shotchiy qo'yilgan. Parovoy отопление, mana ekonomishniy parovoy kotellarimiz o'rnatilgan. Ishlaydi. Xonamizda parovoy. Endi aybga bilmaysizlar, aziz kuzatuvchilar, bitta xonamizni kalti buni okalarida ketib qolgan ekan. Shuning uchun xudo xolisa endi to'liq ko'raman desanglar, oldingi o'sha qo'yib o'tgan obzorimizdan ko'rishinglar mumkin. Bu xonamizni patologi qolib qolgan, bitmagan. Mana xonamiz bitgan, eminsa qilib rang berib qo'yilgan. Parovoy отопленияmiz bor, mana turbadan qilingan. Eshiklarimiz arxiv romlar bilan jihozlangan. Svetlar kirgan. Xullas kirib yashasangiz bo'ladi bemalol. Mana bu yoqda xuddi shu aytayotgan xonamiz, faqat kaltini olib ketib qolishgan ekan. Bu ham bitta spalni, bitta zat. Patolog poli bitmagan. Mana gaz shotchik, svet shotchik hammasi bor. Mana hovlimiz bor. Steshka qilib mana bularni bitirib yashashingiz mumkin. Darvozamiz qo'yilgan, qo'rg'on old taraf yopilgan. Faqat shu qo'shni bilan chegaramiz qolgan. Maydoni 2 sotikdan iborat. Yana bir bor eslatib o'taman, narxi $20.500. Xudo xolisa yana savdolashib, kelishib olishinglar mumkin. Abdulla ukam, mana men kecha obunachilarimga premyer efirda aytib o'tganman, xudo xolisa cho'ntay bob, hamyon bob uy chiqaramiz deb. Mana ukam, o'zing ham mana xudo xolisa oldingi safar ham qo'yganmiz. Mana o'zing insof bilan mana deb rahmat senga. Shunchalik aniq bo'lsa, agar senga aloqaga chiqishib, kelib lakat tashlab bersang, ko'rishib aniq qilsa, chiroyli qilib kelishtirib berasan. Chunki boy badavlat odam olmaydi, o'zimizga o'xshagan qo'li kalta amallab yig'ib shu yashayman degan xalqimiz oladi. Ukam sen bilan kelishdik, xudo xolisa kelishtirib chiroyli qilib sotasan. Mana ukamiz ismlari Abdulla, xudo xolisa mana nomerlarni qo'yib o'tamiz. Savdolashib bemalol sotib olishinglar mumkin, xudo xolisa. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.